Men hozir sizlarga so'zlab beradigan hikoyam oddiy bir o'zbek yigiti ilmga intilib, odamlar dardiga davo izlagan o'g'lon haqida. U boshidan kechirgan voqealarda mening ham ishtirokim bor. Afsuski, men bu yigitni tog'day g'ururini, kuchli or-nomusini o'z vaqtida to'g'ri tushunmadim. O'z manfaatimni o'ylab, uning orzu-umidlarini yo'qqa chiqarib qo'yishimga bir baqiya qoldi. Buni tan olish mendek obro'li va malakali shifokor odam uchun oson emas. Lekin inson o'z xatolarini albatta tuzatishi, buning uchun esa o'sha xatolarni tan ola bilishi kerak. Xullas, bu voqea menga saboq bo'lishi bilan birga, shunday shogirdim borligidan faxrlanish tuyg'usini hadya etdi. Keling, hammasini bir boshidan so'zlab beray. Assalomu alaykum aka. Yaxshi dam oldingizmi? Va alaykum assalom Nozima. Singilginam qalaysan? Tuzukmisan? Yaxshi, rahmat. O'qishlaring yaxshimi? Yaxshi. Bu dadam, oyim ko'rinmaydilar. Voy, erta sahardan shaharga ketishgan edi. Chakki bo'pti. Axir men ularni sog'inib ko'rgani kelsam, ularni qaraga. Shunaqa niyatlari bor ekan, o'qishdaligimda borishmaydimi? Men ularni diydoriga to'yay, miriqib gaplashay deb, atay o'qishdan javob so'rab kelib o'tiribman. Dadam aytdilar, ertalabki nonushtaga Shuhratni ham uyg'otaylik deb. Oyim qo'ymadilar. Bolam bechoraning uyqusini buzmay qo'ya qoling. Ertaga o'qishiga borsa, yana dam olishga zor bo'lib qoladi deb ruxsat bermadilar. Ha, o'qishim tufayli ko'p vaqtim shaharda o'tyapti. Lekin u yoqda yurganimda qishlog'imizni juda ham sog'inyapman. Balki barcha yaqinlarimiz shu yerda bo'lganligi uchun, sen shu yerdaliging uchundir. U yerda yurganimda qishlog'imiz manzaralari tez-tez ko'zim oldidan o'tadi. Nazarimda qishlog'imizdek so'limgo'sha, bunaqa musaffo havo hech qayerda yo'qdek go'yo. Qishlog'imizni maqtaysiz-ku aka. Ertaga o'qishingiz tugab, shaharda qolib ketmasangiz bo'ldi. Singilginam, buni hali hayot ko'rsatadi. Qani, choyingdan uzat. Oling. Rahmat. O'zingni o'qishlaring qalay? Yaxshi, rahmat. Hammasi zo'r. Yaxshi. Yoqimli nonushta yangi yopilgan issiqqina nonni sifatli saryog' bilan tanovul qilish. Donna saryog'lari nonushta uchun eng manzuridir. Donna saryog'i non uchun munosib tanlov. Yangi yil diskotekasi sening mobil telefoningda. Tingla, tanla va eng sara hitlarni gutok yoki qo'ng'iroq o'rniga almashtir. 1960 raqamiga qo'ng'iroq qil va parolni unutma. Matbuot davr ko'zgusidir. Biroq mana shu ko'zguni xiralashtirishga sabab bo'layotgan illatlar ham bor.
Mamlakatimizning bosma ommaviy axborot vositalarida, shuningdek nashriyotlar, bosmaxonalar va matbuot tarqatish tizimida uchrab turgan kamchiliklar, muammolar hamda qonunbuzarliklar, bularning barchasi uyg'oqlik va sergaklik davr talabi dasturida yakshanba va dushanba kunlari soat 20:20 da, albatta yoshlarda. Qo'li gul kishilar haqida ko'p eshitganmiz. Hatto qo'li oltinlar haqida ham. Ammo mana bu qo'l hammasidan o'tib tushdi. Gipsni tagida nimani yashiryapsan? Oltin brilliantlar. Bu brilliant qo'l. Men yiqilsam bo'lmasmidi seni o'rningga? Qo'ysa-chi gesh, rahmat og'ay. Qo'lingni ehtiyot qil, seni ehtiyot qil. Qo'llar unga endi yetishganda u qo'ldan boy berilsa-ya, hammasi kelishganimizdek bo'ladi. Sen yengilgina xushsizlantirasan uni ushla. Lo'lik, axir bu didsiz-ku. Lekin arzon, qulay va ishonchli. Gipsni shartli yechamiz, quyon qilamiz. Brilliant komediya, brilliant qo'l. Yakshanba soat 21:10 da. O'tinaman sendan, senya. Ayt. Yaxshi. Aytaman. Lekin cho'kmaysan. O'layaga. Albatta yoshlarda. O'zi yumshoq supurgiday ering bor edi. Shuni ham Xudo ko'p ko'ribdimi deyman. Nimaga parvoz ekan supurgi bo'larkanlar? Binoyiday Ko'ngil ko'zgusi oshxonada taxlanib turgan idish tovoq emas. Sinsa darrov alishtirib olsang. Parvoz aka, men Bahoraman. Xotiningiz Bahora. Xotinim? Nimalar deyapsiz? Men uylanmaganman. Aldaman, yaxshi qiz. Lekin ba'zida kutilmagan vaziyatlar ham ro'y beradi. Ko'ngil ko'zgusi uncha-munchaga sinmaydigan bo'lib qolar ekan. Siz qoling. Menga ko'proq siz yoqdingiz. Aka, boshida eri bor dugonamni sal og'zingizga qarab gapiring. Ey, erim o'zlari-ku. Ajabo deysan-u, yana bu oilani chuqurroq o'rganib chiqishga intilasan. Ishongilari. Ishontirdimi? Hamila qo'rqib ketdinglarmi? Nega bo'lmasa rejissyorim ishonmaydi. Kaminaning oilasi har kuni dushanbadan yakshanbagacha soat 16:10 da, albatta yoshlarda. Kim bor? Rahmat aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Yaxshimisan? Ha, rahmat. Yaxshimi deykasan? Bolajonim. Yuring ichkariga, kiring. Yo'q, rahmat. Endi bolam bu talaga deganlari qosh bilan ko'z o'rtasida turadigan bir narsa ekan. Odamzod saldan keyin nima bo'lishini o'zi ham bilmas ekan. Tinchlikmi? Nima gap o'zi? Endi bolam mana shu uyning kattasi. Endi sen bolam. Tushunmadim. Hozirgina xabar qilishdi. Ota-onang mashinada halokatga uchrabdi. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Otang Shavkat doktor yaxshi odam edi. Bardam bo'linglar endi. Shuhrat o'g'lim, boshingizga tushgan bu musibat sizlarni ancha erta ulg'aytiradigan bo'ldi. Har qalay ota-onaning qanotida yashash bir boshqa edi. Oilangdan ko'ngling tinch, uydagilarning tashvishini qilmay bemalol o'qib yurganding. Endi ukang bilan seningga o'zing ham otasan, ham onasan. Bundan buyog'iga
Hayolingning bir chekkasi o'xshingda bo'lsa, bir chekkasi ukangda, bir chekkasi singlingda bo'ladi. Lekin mana biz bormiz. Sizlarni yolg'iz tashlab qo'ymaymiz. To'g'rimi? Ha, Rahmat. har holda farzandlarimiz qatori ko'z oldimizda katta bo'lding. Ota-onang rahmatli juda bir yaxshi insonlar edi. Otangni tumanimizda har bitta inson faqat yaxshi gap bilan eslaydi. Xudo rahmat qilgur, qo'li yengil, hech kimdan bir yordamini ayamaydigan juda bir yaxshi inson edi. Onang ham mehribon, muomalali, hammaga g'amxo'r, yaxshi ayol edi. Lekin nima qilamiz? Umrlari qisqa ekan. Endi bu yog'iga har qalay maslahatlashib ish qilsang yomon bo'lmaydi. Ha, to'g'ri. Nima ham derdim. Avvalo, mana shunaqa og'ir kunda bizga bosh bo'lganinglar uchun, yo'l yo'riq ko'rsatib, maslahat berganinglar uchun sizlarga katta rahmat. Endi bu yog'iga singlim, ukamni o'ylamasam, ro'zg'or tashvishlarini zimmamga olmasam bo'lmaydi. Shuning uchun biron bir ishga kirishim kerak. Sen bola doktorlikka o'qiyotganmiding? Ha. Tibbiyot akademiyasining 6-bosqichida o'qiyapman. Yana qancha o'qiysan? Yana 1 yil. Bo'lmasa gap bundoq. O'qishingni tashlama. Bemalol davom ettiraver. 1 yil hash-bash deguncha o'tib ketadi, to'g'rimi? Rahim to'g'ri aytadi. Har bir inson boshlagan ishini oxirigacha yetkazishi kerak. Agar otamni ruhini shod qilaman desang, o'qishingni oxiriga yetkaz, o'g'lim. Hali ishlashga ulgurarsan. Yigit kishini moli yerda deydi-ku. Ukang, singling aqlli, xushli bolalar. Ulardan ko'ngling to'q bo'lsin. Qani bo'lmasa endi biz ham turaylik-a. Bular ham uyoq-buyoqni yig'ishtirib damini olishsin. Qani bir duo qiling. Ilohi amin. O'tganlarimizni Alloh rahmat qilsin. Farzandlariga ota-onasining ruhi yor bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Sizlarga ham katta rahmat. Sabr bersin. Oyjon, qo'ying shu ishlaringizni. Keyin qilasiz. Choy damladim, choy ichaylik. Ha, bo'pti. Keyin qilarman. Kel, o'tira bolam. Menga qara qizim, uy ishlari bilan bo'lib darslaring qolib ketmayaptimi? Yo'q, hammasi yaxshi. Yaxshimi? Hammasiga ulguryapman. Ingliz tilichi? Ingliz tilini o'rganganim sari o'zimga bo'lgan ishonch yanada oshib boryapti. Xudo xohlasa yaqin orada grant yutib olsam, oyijon, chet elda tajribamni oshirish imkoniyati paydo bo'ladi. Qizim, harakatingni hech ham susaytirmagin, xo'pmi? Xo'p, oyijon. Ingliz tiliga qo'shibchi boshqa tillarni ham o'rganavergin. Kelajagingda asqotadi, xo'pmi bolam? Xo'p, oyijon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke bolam. Qorinni po'staga chiqib ketdi-ku, oyijon. O'zim o'rgilay, choydan. Ha, men siz maza qilib o'tirgan ekansizlar-da. Voy, nega unaqa deysan? Hozirgina choy damladi. O'zim o'rgilay. Qizimchi uy ishini ham qiladi, o'qishini ham eplaydi. Namuncha shu qizingizni maqtayverasiz? Buncha yaxshi ko'rib erkalayverasiz? Voy, erkalayman-da bola. Sizlarni ham yaxshi ko'raman. Bu ikkita o'g'ilni ichida bitta bo'lganidan keyin erkalayman-da bolam. Ertagacha buni uzatib yuborsak sog'inib o'tiramiz bolajonim. Voy, oyijon. Ha? Oldin akam uylantiraylik. Keyin o'ylab ko'ramiz. O'ylab ko'rarmish. Aka, o'qishingiz ham tugay deb qolgandi. Bu yog'iga nima bo'ladi endi? Amma xolalarning bori yaxshi-yu,
Ammo ularning ham tashvishi boshlaridan oshib toshib yotibdi. Qo'y singlim, ko'p o'ylayverma. Menga qolsa, shaharga bormasdan shu yerda ishlardim. Har holda hammamiz birga bo'lsak. Ha mayli. Bir gap bo'lar. Bardam bo'l ukam. Endi bu yog'iga hammamiz maslahatlashib ish qilamiz. Aka, bu yil kollejni so'nggi bosqichidaman. Bu yog'iga o'qishdan keyin ishlashim ham mumkin. Siz o'qishingizni davom ettiravering. Aka, o'qishdan keyin men ham maktabda dars berishim mumkin. Rus tili, ingliz tilidan. O'shanda moddiy jihatdan qiynalib qolmasmiz. Charchamadingizmi aka? Ha, yo'q. O'zing charchamadingmi, Nozi? Yo'q, hammasi yaxshi. Aka, oyim va dadamning ma'rakalari o'tdi. Yo'lga hozirlik ko'ravering. Bizdan sira ham xavotirlanmang. Agar ko'nglingiz bo'lmasa, dam olish kunlari kelib turarsiz. Kim biladi deysan, singlim? Boshim juda ham qotgan. Ha mayli. Ozgina qiyinchilikka chidasam, keyin hammamiz yana birga bo'lamiz. Ertaga ertalabdan yo'lga tushavering. Aka, men o'zim sizni erta tongda yo'lga kuzatib qo'yaman. Ha, bolalarim, nimani tashvishini qilyapsizlar? Bularni o'zini yolg'iz tashlab ketgani hech ko'nglim bo'lmayapti. Ukalaringni o'ylamagin. O'qishingga sog' salomat, eson-omon borib kelavergin. Bularni ahvolidan-chi o'zim xabardor bo'lib turaman. Men shularni oldida bo'laman. Xotirjam bo'lgin, bolam. Yaxshi ham siz bor ekansiz, ammajon. Ko'nglimni ancha xotirjam qildingiz. Rahmat sizga.
Ismi sharifingiz? Shuhratjon Rahmatov. Shuhratjon, siz iste'dodli talabalarimizdansiz. Agar boshqa niyatingiz bo'lmasa, sizni aspiranturada olib qolsak degandik. To'g'ri, oilaviy sharoitingizni yaxshi bilamiz, lekin 40 ga chidagan 41 ga ham chidash kerak. U yog'iga biz ham qarab turmasmiz. Mana, muhtaram Usmoniy domlamiz sizga ilmiy rahbarlik qiladilar. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Ammo Xo'sh. mayli, roziman. Mana bu boshqa gap. Faqat bitta iltimosim bor edi. Mayli, tortinmay aytavering Shuhratjon. Agar iloj bo'lsa, aspiranturani sirtdan o'qimoqchi edim. Agar rahbaringiz rozi bo'lsalar, biz ham rozimiz, to'g'rimi? Albatta. Ha, Shuhratjon. Ishingizni tezlating. Muddat ham yaqinlashib qoldi. Nomzodlik imtihonlaridan qutuldingizmi? Ha, topshirib bo'ldim. Faqat mutaxassislik bo'yicha bittagina imtihon qoldi. Shunaqami? Tezlating. Iloji bo'lsa, hamma kuchni ilmga tashlang. Qolgani asta-sekin bo'laveradi. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat ustoz. Endi ruxsat bersangiz men bora qolay. Shu ketishda kechki navbatchilikka yetib borishim kerak. Mayli. Rahmat sizga. Mayli, bo'pti. Ha, dadasi. Xo'sh. Kecha anavi Mas'ud dugonam bor-ku. Hmm. O'sha gap berdi. Xo'sh. Shunaqa dasturxonni yasatibdi. Bay. Ustida yo'q narsani o'zi yo'q. Yo'q-e? O'shanga keyingi navbat meniki. Undan ham yaxshi qilib kutib olishim kerak dugonalarimni. O'shanga o'zingiz yaxshi bilgan qo'l oyog'i chaqqaro shogirdlaringizdan birortasini yordamga chaqirarsiz, a? O'sha kun kelaversin-chi. Bir gap bo'lar, onasi. Mayli. Bir qarachi. Bo'pti. Yaxshi borib keling. Yo'q. Ilgarigi javobim. Keragi yo'q. Mayli, xayr. Tinchlikmi? Uyga yana sovchilar kelganmish. Siz nima deb javob berdingiz? Har galgidek rad javobini berdim. Bilasizmi Gulnoza? Bu dunyoda sizga bo'lgan muhabbatimdan bo'lak suyanadigan hech narsam yo'q. Lekin kecha menga bo'lgan munosabatingiz qanday ekanini bilmayman. Boshqalarga rad javobim munosabatimga oydinlik kiritmaydimi? Yo'q. Men o'z og'zingizdan sizdan boshqa hech kimni demayman deyishingizni xohlayman. Oho, yaxshi yigit. Davoyingiz juda katta-ku. Borim shu. Shunaqami? Ustoz, mumkinmi? Ha, keling, Shuhratjon. Keling. O'tiring. Marhamat. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalom. Bezovta qilib qo'ymadimmi ustoz? Yo'q, hech qisi yo'q. Mana. Ko'raylikchi.
buyog'i yaxshi. Ertaga kelinoyingizni gapi ekan. 5-6 ayollar keladigan ekan uyga. Shunga ozgina bozor ucharga qarashib yuborsangiz demoqchi edim. Xo'p, mayli. Faqat nima kerakligini ro'yxat qilib bersalar, o'shanga qarab olib kelardim. Ro'yxatni qilib qo'ygandik. Mana bu. Ko'ringchi? Xo'p. Ha, aytgancha, tagiga manzilimni yozib beray. Mana marhamat. Xo'p. Juda ham kech qolib ketmang. Yangangiz yana pishirishga ulgurmay qolmasin. Xo'p. Menga ruxsat unda, ustoz. Xo'p, kechikmasdan kelarsiz, a? Keling. Assalomu alaykum kelinoyi. Yaxshimisiz? Alaykum assalom, yaxshimisiz? Mana bularni ustoz berib yubordilar. Voy, ovora bo'psiz. Rahmat. Qani uyga kiring. Yo'q, rahmat. Shoshib turuvdim. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Alo, Gulnozaxon. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Oyi, dadangiz yaxshimilar? Ha, rahmat, yuribmiz. O'zingiz yaxshimisiz? Ilmiy ishingiz tugay deb qolgandir? Ha, mana hozir kam kursini tugatish arafasida shaharga kelgandim. Uyga qaytyapman. Yana ozgina sabr qilib tugatib olsam, keyin to'y boshlardik. Shunaqa deng. Sabr deysiz-u, ilmning yuki og'ir. Qiynalib qolmasangiz bo'ldi. Gulnoza, sizni daldangiz har qanday qiyinchilikni yengishda menga madad bo'ladi. Siz bilan gaplashganimdan keyin ruhim nihoyatda yengillashib, hayotga qiziqishim ortadi. Kayfiyatimni ko'tara oladigan yagona inson sizsiz. Rostana? Chiroyli so'zlardan nariga o'tmas ekansiz-da. Yo'q. Ishoning. Birga bo'lishimizga ozgina qoldi. Shunaqami? Shunaqa. Xo'p. Ko'rishguncha. Mayli, xayr. Shogirdingiz juda istirali, og'ir vazmin, mulohazali yigitga o'xshaydi dadasi. Ha. Juda qiyinchilik bilan o'zi oyoqqa turyapti. Qiyinchilik ko'rgan yigitlar odamni ham qadriga yetadigan bo'ladi. Tunov kuni ham bozori juda rejalab, ko'ngildagidek qilibdi-da. Shunaqa kuyoving bo'lsa, qizingdan ham ko'ngling to'q bo'lardi-da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yotavering, qo'zg'almang. Qalay, muolajalarning ta'siri bo'lyaptimi? Rahmat, yaxshi.
Hamshiralar xabar olishyaptimi? Ha, yaxshi qarashyapti. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Yaxshi. Qani, ozingiz oching, men bir tomoningizga ko'ray, tilingizni chiqaring. Juda soz. Xo'p, mana bu kechagi ikkala bemorlarniki. Bunisi esa bugungilarni varaqasi. Alo? Laboy ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom Shuhratjon. Ahvollaringiz yaxshimi? Ha, rahmat ustoz. Tuzukmisiz? Rahmat ustoz. Shuhratjon, haligi gapni cho'zmasdan maqsadga ko'cha qolay. Idoramizga yuqoridan komissiya kelganidan xabaringiz bor-a? Ha, bilaman. Bular hali bizga ham kerak bo'ladi. Shuning uchun bir 10 kishilik choyxona xarajatlarini haligi suv, puv, meva-cheva deganlaridek olib kelsangiz. Lekin o'sha choyxonada o'zingiz ham ishtirok etishingiz shart. Chunki ular hali bizga ko'p kerak bo'ladi. Xo'p, bo'ladi ustoz. Siz nima desangiz shu? Mayli. Ishondimi? Ha, xo'p bo'ladi. Bo'pti, sog' bo'ling. Rahmat. Obbo, endi pulni qayerdan olaman? To'yga deb yiqqan pulimni ham tagi ko'rindi. Iloj qancha? Va'da berdingmi, bajarasan-da. Mayli. Ana. Xo'sh. Yaxshi. Qoyil. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Yo'q, rahmat. Barakalla. Xuddi risoladagidek bo'pti. Endi Shuhratjon, bilasizmi? Siz o'zimizning odamsiz. Shuning uchun haligi keladigan mehmonlar bor-u, ozgina tabiati nozikroq. Shuning uchun ularga ko'rinmaganingiz ma'qul. Qolaversa bugun menimcha, agar adashmasam, kasalxonada navbatchilik kuningiz. Kech qolmang deyman-da. Kechqurun navbatchiman. Ha, keyin ana u dissertatsiyangiz bor-u, ilmiy ishingiz, tadqiqotingizning ilmiy, nazariy va amaliy tomonlarini, ahamiyatini kengroq yoriting. Xo'p. Ma'qulmi? Keyin avtoreferat bor-ku. Shuni ham tezlashtirib yozib keling. Xo'p bo'ladi. Keyingi safar kelganingizda olib kelsangiz, men ko'rib beraman. Xo'p bo'ladi ustoz. Qachon olib kelasiz? Keyingi yakshanba olib kela qolay. Yo. Shanba kuni olib kelasiz. Yakshanba kuni qizimizni tug'ilgan kuni. Uyga mehmonlar keladi. Qolaversa, sizni kelinoyingiz juda maqtadi. Yaxshi rejali bozor qilarmisiz? Shuning uchun agar kelayotganingizda yo'lingizdan chiqib qolsa, olma, anor, nok, yana haligi uzum deganlardek ozgina bir 3 kilo olib kelsangiz, har holda kelinoyingiz xursand bo'ladi. Ha, dissertatsiyangizni qolgan chala joylariga o'zim yordam beraman. Bu yog'iga ko'nglingiz xotirjam bo'laversin. Xo'p bo'ladi ustoz. Mayli, bora qoling. Xo'p. Sog' bo'ling. Xayr. Mayli. Ha. Shogird degan shunday bo'lsa-da, dasturxonni ham boplabdi. Ulfatlarim oldida ko'kragini kerib o'tirsam ham bo'laveradi. Kim? Assalomu alaykum, keling. Va alaykum assalom. Men ustoz uydamlar? Oyim bilan to'yga ketgandilar. Hademay kelib qolishadi. Kiring, o'tirib turing. Singlim, siz kimlar bo'lasiz? Qizlariman. Ilgari sizni hech ko'rmagan ekanman. Siz kelganingizda balki o'qishda bo'lgandirman. Kiring, o'tirib turing. Yo'q, ovora bo'lmang. Kelib qolarmikinlar ustoz? Kelib qoladilar. Hijolat bo'lmang. Kiring, o'tirib turing. Marhamat. Xo'p. Keling, bemalol kiravering. Rahmat.
Singlim, men ustozga ishlarimni ko'rib berish uchun tashlab ketgandim. Ha, aytgandilar. Dadam sizni juda maqtaydilar. Bu yigit meni kelajagim deydilar. Ishingiz qaysi bosqichda? Yakunlay deb qoldim. Hozir xulosa va avtoreferat ustida ishlayapman. Himoyangiz yaqin ekanda. Ha, albatta. Shuning uchun hozir ishlarim juda ham ko'payib ketgan. O'zingiz qayerda o'qiysiz? Iqtisodiyot universitetini tamomlayapman. Aslida dadamga o'xshagan shifokor yoki musiqachi bo'lishni orzu qilardim, lekin taqdirga bitilgani boshqa ekan. Iqtisodiyot murakkab soha. Ustoz, assalomu alaykum. Yaxshi keling bolam. Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum keling. Rahmat. Qani kelinglar. Qani? Keliq. Qani omin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hamma o'ylagan niyatiga yetsin. Amin. Alloh akbar. Xush kelibsiz. Rahmat. Shu to'ylarimiz ajoyibda, Shuhratjon. Erta tongdan boshlansa, kuni bo'yi, hatto kechgacha davom etadi. Ha. Ha, endi to'ylarni bo'lgani yaxshi. Qizim, dasturxoningda hech narsa yo'q-ku? Mehmonni ham shunaqa kutib oladimi? Darrov oshga harakat qilchi. Dadajonisi, bir qo'l bola qilib osh damlaylik-a? Nima deysiz? Ha, mayli, bemalol. Qani, sizlar oshni harakatini qilaveringlar. Biz Shuhratjon bilan gaplashib o'tiramiz. Ovora bo'lmang, kelmay. Yo'q. Ovorasi bormi? Endi begona bo'larmidi? Bu nima deganing, Shuhratjon? Qani kiyingiz bera qoling. Ha. Ungacha sen bilan suhbatlashib o'tiramiz. Ha, bera qoling. Ha, choyinglar bormi? Qizing hali choy damlamabdi. Bering. Onasi, mana. Xo'p, bo'ladi, yaxshi o'tiringlar. O'tgan safar mendan xafa bo'lmadingmi? Vaziyat shuni talab etib qoldi. Xijolat bo'lmang, ustoz. Men hammasini to'g'ri tushundim. Qo'lyozmalaringni hammasini ko'rib chiqdim. Yaxshi, bo'ladi. Faqat ishingda ilmiy apparat yo'q. Bu yog'ini menga qo'yib ber. O'zim yordam beraman. Rahmat, ustoz. Minnatdorman. Umuman olganda ishing tayyor bo'lib qopti. Bu yog'ini biroz tezlashtirsang, 1-2 oy ichida himoyaga qo'ysak ham bo'ladi. Hayajonmi yoki ustozlarni salobatimi? Xullas, ozgina cho'chish bor. Qo'rqma o'g'lim. O'zim yoningda bo'laman. Himoyang yaxshi o'tishiga o'zim kafilman. Rahmat, ustoz. Ishonganim faqat sizda. Yo'q, ovora bo'lmang, ustoz. Rahmat. Pishiyapti, o'tirsang bo'lardi. Boshqa safar. Ha, mayli. Tavba. Bu nima? Omadmi yoki Shuhratjon, bir umr Xudodan o'g'il tilab yashadim. Qariganimda qiz ato etdi. Shunisiga ham shukr. Aqli hushi joyida, lekin qo'lida biroz nuqsoni bor. Mutaxassislarning aytishicha, turmush qursa tuzalib ketarmish. Mana shu butun topgan tutganim hammasi shu qizimniki. Ustoz, endi menga ruxsat. Men bora qolay. Voy, qayoqqa ketyapsiz? Hamma narsa tayyor, osh pishdi-ku. Bir kelib qopsiz, uylarimiz ko'p, joy soy beraman, ertalab borarsiz. Boshqa safar kelinoyim, mayli. Rahmat. Haqiqatdan ham uylar ko'p, yotib qolaver, o'g'lim. Ertalab o'zim kuzatib qo'yaman. Ustoz, menga ruxsat. Mayli, yaxshi boring. Mayli, ixtiyoring. Men kuzatib qaytaman. Xo'p. Qizi yolg'iz. Buning ustiga tushundim. U qizini ishonchli, sinalgan yigitga topshirmoqchi. Lekin ustoz na qizining, hatto meni ham xohishimni bilishni istamayapti. Axir ko'nglim boshqada-ku. Assalomu alaykum. Keling, Va alaykum. Assalomu alaykum. Dadajon, yaxshi dam oldingizmi? Va alaykum assalom. Ha, rahmat. Yaxshi yotib turdingizmi? Rahmat. Voy. Ertalabdan boshim og'riyapti.
Nega bu to'satdan boshing og'riydigan bo'lib qoldi? Tinchlikmi? Bilmadim. Hozir achchiqqina choy ichsam, balki o'tib ketar. Qizim, choyingni achchiq qilib damlab olib kelchi. Olib kel, oqa. Oyijon, men o'qishga kech qolyapman. Bor, oqa. Ehtiyot bo'l, yaxshi bor. Mayli. Bor, oqa. Ay. Shogirdingiz bilan gaplashdingizmi? Gaplashdim. Niyatimizni dabdurustdan aytish biroz noqulay bo'lyapti. Lekin shu mavzuda bir ikki og'iz gapirgan bo'ldim. Sevaramniyam yigitda ko'ngli bor shekilli. Ko'rdingiz-ku o'sha kuni bemalol gaplashib o'tiribdi. Kim biladi deysan? Qizing o'zi tabiatdan odamovoy emas, tortinchoq emas-ku. Ha, Shuhratjon, bir kelib ketgin. Ha, ishing hal bo'ldi. Ha, birozgina, uncha-muncha kamchiligi bor. Shu yerda bajarishga to'g'ri keladi. Ha, xo'p. Onasi? Labbay. Osh-ovqatga harakatingni qil. Shuhratjon kelyapti. Voy, xo'p bo'ladi. Ishing 3 bob ekanligi yaxshi. Ha. Xo'sh. Mana bu birinchi bobi. Bu bo'ladi. Mana bu ikkinchi bobi ham bo'ladi. Mana bu uchinchi bob bo'ladi. Mana bu yerini biroz ishlash kerak. Ko'rdingmi? Mana. Xo'p. Mana bu abzats ham chalaroq ekan. Bu yerda ilmiy asos yetishmayapti. Tushundingmi? Tushundim. Xullas, bu yog'ini tezlashtirish kerak. Lekin avtoriferatni bosmadan chiqarish va vaqtida tarqatish himoyachining ishi. Shuni harakatini qilgin. Xo'p, ustoz, avtoriferat ertaga bosmadan chiqadi. Keyin ro'yxat bo'yicha tarqataman. Taqriz yig'sam bo'ldi. Charchamadinglarmi? Hormanglar. Bunaqa ko'p ishlab charchab qolmanglar. Choydan ichib ishlanglar. Rahmat, Kelinoya. Oling, choy iching. Xo'p. Qani? Mana. Xo'p. Oling. Rahmat, Kelinoya. Endi o'g'lim, bu yog'i Toshkentchilik. Yeydigan, ichadigan, turadigan joying bor. Faqat ishlash kerak. Ha, bu yog'iga qizimiz ham qarashib yuboradi. Albatta. Ustoz, sizlarni ham ancha ovora qiladigan bo'pman-da. Yo'q, nima ovorasi bor ekan? Hech narsa emas. Himoyadan keyin shu yerda qolaverasan. Men qarib qoldim. Ishimni, bor bisotimni senga topshiraman. Xohlasang, uy-joyini ham senga xatlab, 2 qo'llab topshiraman. Shuhratjon, himoyadan keyingi dasturxon bizdan. Siz bu yog'ini tashvishini qilmay qo'ya qoling. Dadasi, biz hammasini rejalashtirib qo'yganmiz. Yo'q. O'zi shundoq ham sizlardan juda ham qarzdor bo'lib qoldim. To'yga yig'ib qo'ygan ozgina pulim bor. Shuni sarflarman. To'y sal keyinroq o'tsa ham bo'laveradi. Qanaqa to'y? O'zimniki. Yana o'zingiz bosh bo'lasizlarda. Endi bu yog'ini o'ylama. To'yni avval shu yerda qilamiz. Keyin qishlog'ingda o'tkazaveramiz. Ustoz, men sizlarni to'g'ri tushundim. Ochig'ini aytsam, juda yaxshi qizingiz bor. Tarbiyali, aqlli, kamtarin. Qolaversa, sizlardek bag'ri keng insonlardan juda ko'p yaxshiliklar ko'rdim. Lekin taklifingizni qabul qila olmayman. Ko'ngilga buyruq berib bo'lmas ekan. Unashtirilganman.
Nima deding? Shunaqa ustoz. Unashtirilganim bor. Uni siz taniysiz. Kursdoshim Gulnoza. Shunaqa degin. Ishing bitdi-da. Eshaging loydan o'tdi-da, a? Ustoz, chuchvarani xom sanabsan. Toki men tirik ekanman, himoyang hech qachon bo'lmaydi. Ustoz, axir Bor yo'qol. Dunyoning ishlarini qarang. Odam bolasi ham bunchalar bu qalamon bo'lmasa. Hozirgina mehribon ota edi. Endi esa ashaddiy dushman. Iymonimni sotib ilm egallaydigan bo'lsam, bunday amalning menga keragi yo'q. Umuman keragi yo'q. Xullas, bor gap shu. Chakki bo'pti aka. Shuncha harakat qilib, himoyaga atigi 2 hafta qolganda ishlar bunaqasiga aylanib ketibdi-da. Ko'p ham siqilavermang. Endi nima qilmoqchisiz? Ey ukajon, bunday zarbadan keyin ochig'i boshim qotib qolgan. Qo'lim ham ishga bormayapti. Tushkunlikka tushavermang. Dissertatsiyani himoya qilmaganingiz hayot to'xtadi degani emas-ku. Muhimi tanangiz sog', boshingiz omon bo'lsa. Hey. Yigit kishiga yana nima kerak, a? Malakali shifokor bo'lsangiz, aniq ishingiz bor. Odamlarni dardiga davo topib, duosini olib yuravering. Bu ahvolda yurishingizdan foyda yo'q. Bir gap bo'lar. Ukajon. Mana bu senga. Hademay diplom ishingni ham boshlaysan, az qotadi. Qolaversa, biron bir maqolagami, ma'ruzagami kerak bo'lib qoladi. Endi esa ketdim. Mayli, yaxshi qol. To'xtang. Choy ichib keting. Ha, ketdim. Ovqat ham tayyor edi. Shunday qilib, birovning soyasida qo'g'irchoq bo'lib yurishdan ko'ra, toza vijdonini va yigitlik orini afzal bilgan Shuhrat o'z ilmiy ishini qoldirib, qishlog'iga qaytib ketdi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Men Shuhratday shogirdimni yo'qotib qo'yganimdan afsus chekdim. Xato qilganligimni tushunib yeta boshladim. Ammo buni ochiq-oshkora tan olishni
hamon istamasdim. Lekin taqdir taqozosini qarangki, Shuhrat o'z hamkasbiga qoldirib ketgan ilmiy ish aslida mening bitta-yu bitta qizimga davo izlash maqsadida yozilgan ekan. Yoshlarimiz ham faol ishtirok etishmoqda. Bugun Yoshlar radiosi muloqotida tinglovchilardan qo'ng'iroqlarni qabul qilyapmiz. Ulardan birini efirga olib chiqamiz. Allo, assalomu alaykum. Marhamat, siz efirdasiz. Va alaykum assalom. Men Parkentlik Shuhrat doktorga minnatdorchilik bildirmoqchi edim. U yaqinda qizimni davoladi. Qo'li yengil shifokor ekan. Ha, kechirasiz. Qizingiz qanaqa dard bilan og'rigan? Uni kasallik ko'p yillardan beri qilinardi. Qo'li nimjon bo'lib, nafsi usholmasdi. Ko'rsatmagan doktorimiz qolmadi. Hatto chet ellarga ham bordi. Qizimning qo'li ishlamay qolganligidan xabar topgach, Shuhrat o'z ilmiy ishini aynan shu xastalik muolajasining yangi va samarali usulini topishga yo'naltirgan ekan. Men esa uning vafodorligi va fidoyiligidan mutlaqo bexabar shogirdimni uyimdan haydab soldim. Shuhratning ilmiy ishi asosida yo'lga qo'yilgan muolajalar xuddi qizimdagi kabi xastalikka chalingan odamlarni davolab, oyoqqa turg'izayotganini tasodifan eshitib qolganimda, kimdir boshimga gurzi bilan tushirgandek bo'ldi-yu, ko'zlarim moshdek ochildi. Men bir vaqtlar uyimdan nafaqat shogirdimni, balki o'g'limdek aziz bo'lib qolgan insonni haydagan ekanman. Shuhrat aka, Alisher aka, Nozim opa, kim bor? Assalomu alaykum Shuhrat aka. Va alaykum assalom Mahmuda. Shuhrat aka, bugun pochtaga boruvdim, sizga xat berib yuborishdi. Rahmat. Arzimaydi. Xayr. Sog' bo'l. O'g'lim, seni tushundim. Yigitning so'zi va g'ururi hamma narsadan ustun bo'ladi. Kelib, himoyangni qilishing mumkin.